Shoirning bir she'ri bor-da. Takabburlarga atalgan. Kim bo'lsang ham bitta ojiz bandasan, o'zgani yer, o'zing osmon aylama. Ko'kka chiqsang oxir yeriga qaytasan, davring kelsa davrim tuganmas dema deydi. Yana bir she'r bor. Ishonma mol-u mulku taxtu baxtingga, quyoshdan ibrat olgin, turmayin oxir botar bordur deydi. Ya'ni cho'qqiga chiqib ketayotganingizda pastaylar bilan chiroyli muomalada bo'lib chiqib keting, ya'ni ko'tarilayotganingizda pastaylar bilan chiroyli muomalada. Sabab cho'qqidan tushayotganingizda ham yana shularga duch kelasiz dedilar-da. Inson ko'tarilayotganda atrofidagilarga o'zicha kibr qilib qo'yadi, o'ylaydiki, abadiy o'sha maqomdaman deb o'ylaydi. Abadiy boyni bolasi bo'lib qolib ketaman deb o'ylaydi. Abadiy shu puldor bo'lib, abadiy mashina minib, abadiy pul chachib ketaman deb o'ylaydi. Yashaganda badavlatlar yosh bo'lar deydi. Puldor odamlarda ko'pi yashaganda yosh bo'ladi. Yosh deydi, Xudo boylik bermasa ham, obro' bermasa ham, martaba bermasa ham xursand bo'laverish kerak. Katta bo'lganda davomiy bo'ladi. Chunki aqlingiz joyida bo'ladi, ongingiz ko'pni ko'rib qo'ygan bo'lasiz, hasadchilarni ko'rib qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun Alloh taolo mo'minni diliga amallarimiz orqali ozor berishlikdan saqlasin.